Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolasa kuzda ekilgan danalarimiz, achchiq gilos danalari. Xudo xolasa chiqishlari yaxshi. Mana shu holatda ko'z tegmasin, yaxshi quyib yubordik, chiqib kelyapti. Qator bo'lib mana hammasi mana xolos 27 kuzga tayyor bo'ladi. Endi buni yengil qatqalarini chopib o'tlardan tozalab, qaranglar chiqqanini. Yengil bir tozalab buni. Xudo xolasa bir yoq chopiq qilib qo'ysak, qatqaloqlarni chopib, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mana o'rtoqlar, danalar qaranglar, mana zo'r, juda bir ajoyib chiqib kelyapti mana. Mana shu holatda mana hammasi vijirab chiqyapti mana, qaranglar, bir-biridan go'zal bo'lib. Xudo xolasa mana shu holatda mana qaranglar, chiroyliligini. Oldilari уже ancha katta bo'lib qolibdi. Mana birinchi chiqqanlari. Xudo xolasa yaxshi. Ko'z tegmasin mana. Juda chiroyli holatda. Xudo xolasa ko'chat qilamiz. Mana o'rtoqlar, danalar. Shu holda mana. Xudo xolasa zo'r. Alloh nasib qilsa buni qaranglar, nimaga vobshe chiqibdi. Quyib mana qaranglar, ko'pligini. Mana qaranglar. Shuncha bo'lib chiqib ketibdi, qaranglar. Buni qaranglar. Danalar 100%. Xudo xolasa natijalarimiz. O'tlarni o'tab kecha ayollar o'tashgan. Endi xudo xolasa bu yerga yaxshi kultivasiya qilamiz bitta yerda. Ancha-muncha o'tini qatqalangini chopib suv ochamiz endi. Qaranglar chiqqanini qaranglar, buni gilozni qaranglar, chiqqanini buni qaranglar. Vobshe dahshat chiqib qo'yibdi. Buni qaranglar. Bir yerdan mana shu 20 ta chiqibdi-yu. Buni qaranglar mana. Zo'r. Ko'z tegmas. Mana. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar o'rtoqlar. Xudo xolasa 2027-yilga kuzga tayyor bo'ladi xudo xolasa ko'chatlar. Yaxshi navlardan payvand qilamiz.